Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Akramjon. Kanalımızga hoş geldinglar. Bugünkü programmamızda yoshlar ichidagi erkin faoliyatchi Arslan Hidoyat apandim bilan Amerikadagi tashkilotlar, lager shoidlari va ularning qilayotgan ish faoliyatlari haqida suhbat elib boramiz. Assalomu alaykum Arslan. Alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Qayndoshim, yaxshi turdingizmi? Allohga shukr, o'zingizni yaxshi turibsiz. Alhamdulillah. Aldı bilen Amerika'da Uygurlarning kunluk hayatı nemişler bilen ötüdü. Amerika'da hazırmı köplep Uygurlarning ve lager şahitlerinin vaqtlik turuş kimligi bijirelmegenligi haqida sözler var. Acaba bu nima uchun? Başta assalomu alaykum hammalarga. Dünyada her qaysi joylardek Amerikadami, mayli Turkiyadami, mayli Yevropadami, hammadam shu ailesini beqish, jon beqish, chiqib ishlaydi, bosh topshirdi degandek. Ya'ni turmush jihatdan Turkiya bilan qilishmaydi deb o'ylayman. Farqi yo'q deb o'ylayman. Shuningga normalda bu yerda hamda qonuniy jihatdan 9dan 5gacha ishlaydi. Hozir nurg'un ishlar yaxshi bo'lib, Coviddan keyin nurg'un insonlar meni tuniydigan %90 degidek uydan ishlaydi. Shuningga mustaq normal Turkiyada qanday yashayotgan bo'lsang, asos jihatdan bu yerning asos farqi shu uydan ishlash chiqaroq bo'ldi. Ikkinchi savolingiz bo'lsa, mayli lager shoidlarimiz bo'lsin va yoki asos shu Uyg'urlar kelib panohlik tilaydi. Qisman hamda bir kechiktirish bor. Amerikada umumiy boshqa yerda yuz bermagandek farq bo'lsa, bu davlatda ko'chmanlar bekchiq, panohlik tilashlar bekchiq. Uyg'urlarni bir 20 yil saqlaganlarni anglab baqdim, panohlik ishini bitish uchun. Boshqa millatlarni 10-15 yil saqlaganlarni anglab baqdim. Buning sabablari o'xshamaydi. Lager shoidlarimiz kelsak, ular qo'ygan nurg'un isbotlari bor. Andan keyin ularni tekshirib chiqish bir uzun vaqt ketadi ekan. Andan keyin shu Trump davrida shu ko'chmalarga bo'lgan siyosati bu o'chaqdagi o'ngchilarning ko'z qarshiligi ko'chmalarga bo'lgan siyosati solchilarga o'xshamaydi-ku. U chaqlarda shu ko'chmanlar idorasida ishlaydiganlarni jiqidan ishdan chiqarayotgan ishlar bo'ldi va bo'pmi shu Covid mezgilda bir mezgil sistem yo'q ishlaydigan, ishxonaga boradigan insonlar yo'q va nurg'un deymiz, inglizcha case deymiz, nurg'un shu panohlik tilash ishlari, hatto faqat panohlik tilash emas, umumiy göçmen ishlari deymiz, İngilizce backup deymiz, duelib qoldi demdik. Hatta diqqat qilsang, masalan bugungi kunlikda masalan İstanbuldagi Amerika elchixonasidami bir randevu ilish uchun bir yil ketirgan ishlar bor. Hatta o'zimmi bir ishlash vizasida turadimi. Masalan o'zimning davlatidami keyin Covidlar tugab ichilgan taqdirimda 6 oy saqladim mening randevumni-chu. Shu bu umumiy Amerikaning o'zining Trump anigisi Covid mezgildagi bo'lgan shu ko'chmalar siyosati, Covid mezgildagi har qanday iqomat, vizaning ishlam to'xtab qolishining sabablari bilan buningdimi qo'shimcha panohlik ishlablarimi to'xtalib emas, kechikib qoldi. Coviddan keyin ba'zi qarindoshlarimiz shu qaror oldi. Namoyish qilayli, bevosita hisobda mishadagi go'ch idorasining oldiga berib namoyish qilib talabimizni sunayli, biz qirg'inchilik uchratimiz deb va nurg'un qarindoshlarimizni ishlari hal bo'lib ketdi. Lekin afsuski nurg'un ishlari basdan chunki bu yerda dastlabda bir intervyu, ya'ni bir muloqotga kirib, ya'ni 1 yil, 2 yil muloqotdan keyin texicha nimani saqlayotgan, panohlik saqlayotgan qarindoshlarimiz bor. Lekin shu panohlik saqlagan jarayonda Amerikaning yaxshi yeri yanala ishlash huquqingiz bo'ldi. Yana normal mishada yashayversiz, shu birdan bir farq, siz chet elga chiqa olmaysiz. Ikkinchisi bo'lsa, siz boshqa birsini bevosita tuqqaningiz, chunki nurg'un qarindoshlarimiz bor, bu Turkiyadan kelgan. Ya yo'ldoshi o'zi kelgan, ayoli Turkiyada qolib qolgan va yoki boshqa davlatda qolib qolgan va yoki ayoli yolg'iz kelgan va yoki ota bola va yoki ona bola, aningiz
ailenin yerimi miyada, yerimi Türkiye'de ve başka yerde turup aslında ekiliş işlemleri keçikadigan işler buldu. Bu teskildi. Lekin onundan sır işleş bolsun, nima sürücü belgeyle, maşina idiş ikinişkileri bolsun, başka hem banka içiş, o bu hem normal kanunluk kılıya belge buldu. Hem de Amerikalıktan farkı bolsa, bunu her yılı veya her 2 yılda bir ve her 3 yılda bir yenilaş gerek bu kinişkilerini. Bu saklaş jarayonida. Şununla bu tam şu sebepten meyli lager şahitleri belge, yoki şu sebepten panalık işleri keçikdi deb naq bir narsa diyemeymen, lekin bir necha mushta sabablar bor. Unda bo'lsa Amerikada ve Kanada'da Xitoyga qarshi qandaq unumli ishlarni qilish imkoniyatlarimiz bor va u yerdagi tashkilotlar nim xizmatlarni qilyotidi? O'zim bo'lsam, Uyg'ur harakati tashkilotida ishlayman. Faqat Amerika, Kanada cheklab qolmasa, masalan, G'arbda va yoki atalmış erkin dünya deb qo'yamiz. Hisobda mushadiki hukumatlarga, mushadiki xalqqa tushuntirish asos qilayotgan ish. Bu tushuntirish jarayonida irqiy qirg'inchilikni nimalarni bo'yatadi, sağlam ma'lumotlarni yetkazish, muxbirlar bilan yetkazish, asos jihatdan buni xalqqa va hukumatlarga, diplomatlarga tushuntirish. Asos tashkilotlarning asli qildigan ishi bu. Mushuni qilib kelyapmiz. Ba'zi tashkilotlar o'xshagan yo'llar bilan qildi. Masalan, buni qanday qilsak bo'ldi? Masalan, o'zimizni deb aytsak, oliy maktablar bilan aloqalashish, akademiya bilan aloqalashish, shu yerlarda sunum yetkazish, o'xshamagan din, irqdagi insonlarga yetkazish, ba'zan musulmon masjidlarga yetkazamiz bu da'vorimizni, yahudiylarga yetkazamiz, xristianlarga yetkazamiz, dini bo'lmagan faqat shu insonlik nuqtasidan chiqqan tashkilotlar bor, bularga yetkazamiz degandek yetkazish orqali andan keyin siyosatchilarga yetkazamiz. Bu Amerikada diqqat qilgansizlar o'xshagan qonunlar chiqdi. Buni bir nevi bir amalda bizning vatanimizdagi zulmni azaytish va erkinlikka erishish uchun qilayotgan mücadele bo'lyotidi. Qisqacha mushta ishlarni apmamiz qilayotgan asos jihatdan tashkilot deyilgan zaman mushta narsa ham aqlim keldi va o'zimizning tashkilotlar mushu ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Tıxım yaxshi ishlarni qilishingizga Alloh muvaffaq qilsin. Amin eshmayin. Dünya Uyghur qurultayı haqida mustaqillik talab qilmaydi degan so'zlarga qanday qaraysiz? Buning asosi bormi? Rost bo'lsa, nima uchun mustaqil davlat bo'lishni xohlamaydi yoki talab qila olmaydi? Bu yaxshi bir savol bo'pti. Birinchi bo'p men Dünya Uyg'ur qurultayida ishlamayman. Shuningga ularning maydonini so'rash uchun ulardan ayrim so'rashinglar kerak. Lekin herhalde bu yerdeki bir tweet meselesi var. Şunu sorarsizlar. Dikkat qilsanglar, o tweet meselesi de mi Şinjanning mustaqilligini talab qilmadik degan gap bor. Men sizdan so'rab baqay Akram qarindishim. Sizlar Şinjanning mustaqilligini talab qilamsizlar, qilmamsizlar? Men Doğu Türkistan, yani Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilaman. Men Şinjan demayman, yani Şinjan degan Xitoy qo'ygan ism. Güzel. Men mu Şinjanning mustaqilligini talab qilmayman. Men mu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilaman. Shunga bundaq gaplar o'tirib chiqqan chog'da sal afsuski bizning millatda siyosiy anglay tutuvanchi. Masalan, bunda bir so'rab ketay. Masalan, Tayvan mustaqil davlatmi? Sizdan so'rab baqay. Tayvan bir mustaqil davlatmi? Albatta Tayvan mustaqil davlat. Chunki ular o'zlarini mustaqil davlat deb qaraydi, garchi Xitoy uni e'tirof qilmasmi? Peki, Amerika, Avrupa va yoki dunyodagi necha davlat Tayvanning mustaqilligini tuniydi? Bilamsiz buni? Tayvanning mustaqilligini tunuydigan davlatlarning borligini uqmayman, ammo mustaqil bo'lishini xohlaydigan davlatlar bor deb qarayman. Güzel. Bu yerda masalan Tayvan bo'p oyoqda turishi asos jihatdan Amerikaning qurollari va dunyoning
yardımı, desteği deb o'ylaymanmdi. Lekin bu dünyada tunuydigan faqatla 12 ya 13 davlat bor. Ve bu davlatlarning ismini deb bersammi, siz bu davlat qaysi davlatdir, qaysi rayondir deb cho'chkitsiz. Buning ichida Amerika yo'q, Avstraliya yo'q, Yevropa davlatlari hech qaysi yo'q. Lekin muomala qilgan chaqda masalan Amerika, Yevropa u yerda Tayvanning pasportini tunuydi. Qural yiroqlarni berdi. Hisobda bu davlatlarning bo'pmi Amerikaning desteği bo'lmasa, qo'llashi bo'lmasa Tayvan oyoqda turamaydi. Shunami? Shuning qaragan chaqda ba'zi gap so'zlar bilan harakat o'xshamaslik buni siyosat deymiz-ku. Masalan, bugungi kunlikda masalan Türkiye hükümeti deyli. Men ishonmanki Türkiye hükümeti Uyg'urlarga shuncha yordam qilg'isi bor, askarlarni avatkisi bor, nurg'un ishlarni qilg'isi bor. Lekin siyosat kelgan chog'da, gap so'z kelgan chog'da buni deyolmaydi, qilolmaydi. Hatto Doğu Türkistan biz hatto Çin'in bütünlüğünü tanıyoruz deb ig'zoki deydi. Lekin ichida boshqacha, chunki buni qilolmaydi. Shunga o'xshash bu vaqtimi asli qaysi kuni bir hafta 10 kun oldin Kuzat Altay qarindishimiz bir tafsili tushundirdi bu haqda. Shu videoni izlashinglarni, ko'rishinglarni umid qilaman. Shunga bu siyosat kelgan chog'da ba'zi gap so'zlarni qilib qolgan ishlar bo'ldi, lekin harakat boshqa. Men tavsiya qilamanki, shu tashkilotlarning harakatlariga qarab yiqinglar. Bu harakatlar mustaqillikqa, Uyg'urlarning erkinligiga meng'atamdi yo boshqacha meng'atamdi deb. U 12-13 yilning oldidagi bir tweet qarab turib, boy degandek, ular qopib Sharq Turkistonning mustaqilligini qabul qilmaymiz degan gap yo'q bu yerda. Chunki u yerdagi Xinjiang 1.600.000 necha kilometrdagi alan. Sharq Turkiston bo'lsa 1.800.000 civarında bir yer ko'lamida. Shuningga ayrim dunyo Uyg'urni so'rab beqish kerak. Shuningga masalan Amerika mı? İşte insan hakları deydi, işte erkinlik deydi, adalet deydi. Lekin 20 yılın yağı Orta Doğu'da, Orta Şark'ta zulüm yapmadı. Nurg'un Müslümanlarını qirib etmesinden. Şununla gap başqa, hareket başqacha. Şununla her bir teşkilatның qılıbatqan hareketleri qarab turib, hareket qilsak, o'ylasak, səlmdə dərhal bunda amalbaylık ayrışıdığan bunda bir nimqa emas, amalda qanday şekilde birleşe alaymiz degandek mush narsani izlasak yaxshiroq bo'larmiki deb qarayman. Yaxshi maslahatlar berdingiz, rahmat sizga. Sharq Turkiston surgundi hukumatlarning hozirgi ahvoliga qanday qaraysiz? Amaliy xizmatlarni qilyota olamdi? Shaxsan men birla hukumatni ko'zib kelaylik, boshqa dunyodagi hukumatchi qo'sh qilib hozir shaxsan men shu birla hukumatimiz bo'lsa inshaalloh deb shaxsan men qo'llayman. Shu birdan ko'zlayotganim shu Washington DC'da Salih Xudoyorning harakatlarini ko'ryapman. Qo'llayman, yaxshi ishlarni qilyotdi. Mushadagi xalqqa, mushadagi hukumat amaldorlarga anlatyotdi. İnşallah bularga utuqluq, bular işte yaxshilik bo'lsin deyman. Şu asosiyatdan yaqinni yaqmış sürgün hukumatlar talash tartib bo'lyotdi. Saylab bu deb. Şuna inşallah birleşsin, birle hukumatimiz bo'lsin. Hozir bu hukumatlar chechilangu bo'lganlikin Uyg'urlarmi ve yoki Sharq Turkistonliklarmi bir hukumatni qo'llashni bek qo'llig'iz kelmaydi, nayt chechilang'uchi. Shu inshaalloh birlashalisa, birli hukumatimiz bo'lsa degandek umid borman. Inshaalloh. Inshaalloh. Amsa Kanada tizimlatayotgan Uyg'urlar haqida qanday ma'lumotlaringiz bor? Hozirgi tizimlash Kanada hukumati tarafdan o'rinlashtirilganmi yoki qurultay tarafdanmi? Bunun asli şu Kanada viza ko'chmanlar onun Uyg'urni apirish har qanday bir ma'lumot inchga to'g'riliq bo'lsin. Chuqur şu Mehmet To'xta apandim va onun tashkiloti bilan onun Uyg'urchisi hozir esimda yo'q tashkilotning ismini, lekin shular bilan udul aloqa qilishinglarni umid qilaman va Mehmet To'xta apandimmi ara sıra maili Facebook sayfasidan bo'lsin,
yazmalar arqılıq, anangizə videolar çəndirici arqılıq. Məsələn, ən yaxın köygünün bir ayını aldırığı deymə, bir 40 minutlıq bir açıklama bədi. Və aldığımızdaki həftələrdə, aylardımı bir açıklama, bir çəndiriş berişini ümid qılma və ümid qılmaqçığı deymə. Muşunu takip qılıb durunglar. Ve bunu asas yol mangan, şu Mehmet Toxta efendim bilen bunun teşkilatı. Hazır bu programda kırgızılmekçi diyendek bu başlandı inşallah resmi olarak. Ve bunu tamamen Kanada hükümeti özü üstüge ilip ve bu her kanda başvuruş, anket dolduruş işlemleri şu Kanada hükümetinin köşmenler web sitesi de Tor biti de bulmakçı. Lekin mening tushunishimcha, uzakdan tushunishimcha, bu anket to'shqizish bu ishlar bek zo'r bir murakkab ishlar bo'lgandan keyin anglashimcha, tushunishimcha xatolish bo'lishi mumkin, lekin yana shunaqa Mehmet To'xta apandimning Tor bekitga qarab turib ish qilinadi deyotgan yerim shu. Shu Turkiyada bir ishxona ichib, shunaqilaqi form to'ldirish, xato to'ldirmaslik uchun mushta bir ishlam boshlatqilmasligi, shuning tayyorligi qilinyapti degandek bir gap so'zlar bor. Lekin asosiyatin o yolda qilmayman. Lekin bu asosiy form to'ldiramaydiganlar, yordamchi bo'ladiganlar degan shakldachu. To'g'ri bir shaklda to'ldirilsin degandek. Buning texmi aniq nimasi oldimizda applarda bo'ldi. Shuningga, lekin buni ba'zan balki anglansizlar. Şu aldamçılar bor, men to'shqizib beraman, palonni pul beringlar degandek. Bu ishlarga diqqat qilinglar. Bu birdan bir ya Mehmet To'xta efendi ve ularning tashkiloti o'rlashtirgan har qanday bir ishxonada to'ldirish kerak ve yoki o'zingiz o'tirib mayli yiningizda tarjimon o'tag'izamsiz va yoki bu ishlarni qilgudek bir tecrübesi bilan o'tag'izib şu bevas şu Kanadaning o'zining ko'chmanlar nasıl xuddi o'zimiz Turkiyada iqomat olgan chog'da o'zimiz to'ldiramiz göç idarasining web sitesiga kirib shu şekilde hammasi resmi olarak şu şekilde to'ldirgan gap. Bu yerga qistirgan yana bir gap bor. Men shu 2 oydimi men Turkiyada bo'ldimchu. Turkiyada bo'lgan chog'da shu Amerika kelish uchun bir yeşil kart lotereyasi bor. Buningga nurg'un qarindoshlarimiz başvuribdi, bir yerlarga pul beribdi. Hatta qon tekshirish, anondan keyin bularning diplomlari, bu ishlarni berib ketibdi. Bir yerga tushuntirib qo'yadigan narsam shu, qarindoshlar bir hozir hamda rasmiy olarak hisoblasak, Uyg'urlar Xitoyda tug'ildi, shunami? Asta bo'lib hisoblandi. Ve Amerika'da yok, resmi deymenço, official, bu xato tushunib qolmanglar, shu Tamam. resmiyet bildirgan chog'da albatta Men sizin sendimde hem de. Demek ki resmi Xitoy vatandaşı da mesela. Afsuski shu 5 yilning yoqi Amerikaga Xitoy vatandaşlar, bunun işte Xitoy bulamdı, Tibet bulamdı, Uyg'ur bulamdı, hammasi 50 mingdan ishib ketgachga bu lotereya, bu ko'chmanlarchu Xitoyda tug'ilgan har qanday kishi bu lotereyaga qatnashmaydi. Qozog'istonda tug'ilgan Uyg'ur, O'zbekistonda tug'ilgan Uyg'ur, bular bo'lsa qatnashmaydi. Ba'zi qarindoshlarimiz xato tushunib qolibdi-chu. Chunki nurg'un Uyg'urlarimiz bor, Türkiye'ye berib, Türkiye vatandaşlığını ap turib, anondan keyin Amerika'nın green card, yeşil kart lotereyaga kirganlar bor. İşte sizning hozirgi vatandaşlığingizga qaramaydi. Sizning tug'ilgan yeringizga qarab turib bijirdi bu ishni. Shuningga bu bijirish mezgilimi faqat va faqat yilda 1 oy muddat berdi-chu. U bo'lsa 10-oyning 1-haftasidan atrofida ya 2-haftasida boshlaydi. Andan keyin bu 1 oy davom qildi. Shunga 11-oyning 1-haftasi va yoki 11-oyning 2-haftasi tugaydi. Tuggandan keyin mushu jarayon faqat birla anket to'shqizsiz. U bir anketning ichida pasport nomeri so'ramaydi, hech nima so'ramaydi. Faqat ism, familiya, tug'ilgan vaqtingiz, andan keyin tug'ilgan yeringiz, rasm degidek mushta 5, 6, 7 savollar bor, xolos. Bu lotereya kirkitsiz. Andan keyin buningda faqat sharti
Yeter ki siz fakat to'liq o'tirni püttegen buluşunuz gerek. Ali mektep, masterlık, doktor iş gereki yokçu. Anki bunun neticesi 5. ay bir keyinki yılның 5. ayda çıkıdı. Lotereya tanınıp tanınmaganını. Yılda fakat 50 dünyada milyonlarca insan başvurdu. Tanlaydığını 50 min. Şunun anondan keyin siz konsulxanaga berip bunu ayrım men tanlandım deb başvursiz Amerika küçüp kelsiz bu lotereya. Lekin bay degandek agar siz bizning vatanimizda ya'ni siz Xitoyda tug'ilgan bo'lsangiz chunki başvurgan chog'da tug'ilgan yeringiz deb Sharqi Turkistonda tanlayolmaysiz. Shunga avayda China deb tanlagan chog'da darhol iptal qilg'izdi. Xapimang bu 5 yılның yaqi Xitoyning ko'chmal nupsi 50 mingdan oshqashqa hatto bu lotereyaga mu İngiltere'de tug'ilganlar mı, İngiltere'de tug'ilgan bo'lsin, Kanada'da tug'ilgan bo'lsin va yoki Meksika degandek davlatlarda tug'ilgan bo'lsa, bular mı başvuramaydi? Çünkü ularning 5 yilning yaqi ko'chmanlar sayısı 50 mingdan oshqashqa ularni qabul qilmaydi. Ya'ni Avstraliya, Qozog'iston, butun yana Turkiya masalan, Türkiye'de tug'ilgan insonlarni yana qabul qildi. Shu mushuni qistirib qo'y. Agar siz bir yerlarga başvurup Green Card lotereyaga kirgizimiz, Green Card appirimiz degan bo'lsa, agar pul bergan bo'lsangiz, xapaman qendishim siz aldınıp qapsiz, berib pulingizni amalba yondirib oling. Çünkü bunda ish yo'q. Bu to'g'risida ma'lumot berganingizga rahmat. Türkiye'deki Uygurlarning Kanadaga ketishini qo'llamsiz nima uchun? Türkiye, bence bu bir şahsi bir sual bop soruşumuz gerek. Elbette bazı insanların nima deymiz? Ben Türkiye'de yaşap bakkan 8 yıl. 8 yıl yaşap bakkan ve ançım ketip jürüyme. Anandan keyin ben Avustralya'da tug'ilib cho'ng bo'lgan. Keyin Türkiye'de 8 yıl yaşagan, azı Amerika'da yaşavatım. Kanada'nı köydüm, İngiltere'ni köydüm. Şuna g'arbiy dünya açıdan so'zlab kelgan ba. Bazı insanlar masalan diniy nuqtadan ansiraydigan ishlar bo'ldi va yoki millatimizni yo'qitimiz degandek. Kanada degandek davlatlar va Amerika, Angliya degandek har xil millat o'zining millatini, o'zining dinini erkin yaşavatıdı. Hiç kim bu yerga zo'rlab assimilyatsiya qilib o'zining mayli kültürdemdik medeniyetini veya dinini yo'qotgan, dindan chiqat degan siyosatlar yo'q. Bu yerda xohlasangiz diningiz bilan yashaysiz, xohlamasangiz diningiz bilan yashamaymiz. Hech kimni bir narsaga zo'rlamaydi. Shunga hamma odam o'zining shaxsiy bir durumdamdik, o'zining ahvoliga qarab yiqish kerak. Bilmey turib, mesela Türkiye'ye nisbeten hazır muşu ekonomi, muşu maddi yemeden qaravatımanda hammamizga ayan biz bu Irak'tan ko'ryapmiz. Uy pahalıp ketdi, pul pahalıp ketdi, yemek içmek deymiz ve qo'rqinchli ahvol. Shunga mesela Kanada'daki devletler o'zi en azından maddi jihatdan, iqtisodiy jihatdan o'zini qo'g'dab qolalaydi, o'zini tejab qolalaydi. Albatta hamda Allah zaten bizning rizqimizni yozib bo'lgan. Ama mustaq Kanadaga boradigan fursat bo'lsa, tavsiya qilaman. Kanada yomon bir davlat emas. Hatta bo'pmi Amerika ve Kanada deb tanlaydigan ish bo'lsa, men Kanadani tanlanglar deb deyman. Kanada mayli o'zining xalqlarini, o'sha sosyal yardım bo'lsin, ish bo'lsin, nurg'un jihatdan yaxshi. Shaxsan men Kanada to'g'risida yomon gap qilolmayman. Hamda ba'zi qarindoshlar boy degandek, nerede yaşasangiz shu diniy bir nima bor-ku, bir ansirash bor, dinimni kaybetaman deb. Lekin biz bilimizki, Xumayma Türkiye'de mi köydük nurgun zaten dindin çıkartken Uygurlar bekçik özünü Müslüman deydiğini. Xumayma sili şartına koyuslar, lekin bana nispeten zaten namaz 5 vakt bulmagan iken bu kişi zaten özü dinden çıktırı. Türkiye'de yaşap durup bozmuş ama bu dinimini kaybedemen degandek bu bana bek külkülük kıldıçı. Her kim özü qanday yaşaması özünün işi, özünü Müslüman demdi dememdi, özünün işi.
Lekin menche nurg'un foydali yeri bor. Yanala kimlik bek muhimchu. Dünyada hakikaten bir küçük bir devletinin kimlik sahibi buluş, meyli Avustralya olsun, meyli Kanada olsun, meyli Amerika olsun, anondaki halıgan yerde, bop mu? Mesela Türkiye'de hakikaten yaşadığınız var. Bunda tavsiye kıldım. Kanada küçük bir devlet, sağlam bir devlet. Hatta Nurgul'un tunime Kanada vatandaşlığı var. Anondikin bula mişede g'aribda masalan pensiyaga chiqib va yoki vatandoshlik olib bo'lgandan keyin Turkiya qaytib yana yashaganlar bor. Chunki haqiqatan Turkiyada yabancı ya'ni chet ellik bo'lib yashash afsuski turklardanmi ustun yashay oladi-chu chet elliklar. Menimcha buni nurg'un turk vatandoshlar menga qitildi. Chunki kanallar kelib bo'lgandan keyin shu yana inglizcha til deymiz, hatta Fransızca til, ikki tilni asan o'rganib keta olasiz, popmi bolalarınız. Andan keyin yana Turkiyaga qaytib, hatta o'tir shaxsan inshaalloh men hozir yashayapman, ammo inshaalloh yana hijrat qilib, mayli Turkiya bo'lsin, mayli mushu O'rtado'u, mushu arab ülkelari bo'lsin, men shaxsan shu yerlarga inshaalloh qaytqim bor. Hech bir narsa mangulik emas. Shuningga mushtaq narsadan kuzatib turib, insonlar o'zini ahvol qarab turib bir qarabasi bo'ldi deb qarayman. Buningdan siz maqsad qilgan shu kimlik bilan turmush, ya'ni ikki nuqtani chiqish qilib turib gapirsiz. To'g'ri. Men demakchi Türkiye'de hazır Uygurlar jiqaroq holatda, top holatda, ya'ni bir kuch bo'lgan holatda turib Uygurning hamda mashinda to'plashib bir kuchlik holatda tura olishi kelgüsümüz için biraz faydalı deb qaraydim. Hazır mesela 10 ming aketsun ya 5 ming aketsun ya 3 ming aketsun kesse Türkiye'den Kanada'ga u yerga berip yerleşip insanlar kimlik app koluga ayan kimligin ile bir turmuşunu xotirjam tartib silib chiqqicha buga olib taxminan az deganda 5 yil ketadi, az deganda 5 yil. Bu 5 yil jarayonida nima ishlar yuz berdi, Xudoyim biladi. Endi manga nisbatan ko'p sonli Uyg'urdan kuchlik Uyg'ur afzal deb qarayman. Chunki ko'p sonli bo'lgan bilan u yerda o'zingizning kundalik iqtisodiy turmush bilan bo'lib ketiblam, masalan bir kenara ya da yeningizga da'vo uchun bir 5-10 kurush beramisingiz, o mayli bekjiq Uyg'ur bo'lib ketsin, onun bir foydasi yo'q deb qarayman. Chunki Kanadaga kelgan anondan keyin Kanada bo'lsin, anondan keyin Amerika bo'lsin, albatta bir turkum Uyg'urlar chechilib u yerda yashayotdi, lekin masalan Amerikada deb bilsak, asos Uyg'urlar yanada to'plashib yashayotdi-chu. Mayli bizning Uyg'ur Amerika jamiyat bo'lsin, mushta o'rtaq bir nuqtamiz bor. Qandaqda masalan Turkiyada Zeytinburnu, Safaköy va yoki Silivriga deyman. Shu yerda to'plagandek, mushadimi to'plagan nimalarimiz bor-chu. Mencha 10 Uyg'ur Biden, iqtisodi bor Uyg'ur Biden, mensa 1000 bunda to'plagandan afzal deb qarayman. Chunki bu afsuski, afsusdan uqmayman, bu da'vo pul bilan mangdi. Sizlar boy degandek shu tashkilot masalasidami, ba'zi tashkilotlar undayliqi uch gap qilmaslikmi? Nim bo'ldi? Chunki o'zimizning yanchiqimizdan pul chiqarib shu tashkilotimizni qo'llab, ma'ni deysa, ma'ni demaysa deb unda bir kuchimiz bo'lmagandan keyin, shu boshqalarga, boshqa tashkilotlarga tayinib turib, xohlagan gapini ba'zan deyolmay qoladi. Mushni saqlanib ish uchun bo'lsa-mi, shuningga menga nisbatan jiq Uyg'urdan kuchlik Uyg'ur yaxshiroqmiki deb qarayman. Albatta kuchlik Uyg'ur yaxshi bo'ladi. Endi iqtisodiy maqsad Kanadalik Uyg'urlar jiqaroq unumlik ishlarni qila olyapti Turkiyalik Uyg'urlar qaraganda sizningcha? Ya'ni Kanadalik Uyg'urlar kuchlik holatda vatan uchun, xalq uchun kuchlik ishlarni qilyapti olamdi Turkiyaga qaraganda. Buni qanday o'lchaymiz? Shu o'lchisi qarab turib o'lchsak bo'ldi. Menda bo'yotir-chu, hozir g'arib bu yerda faqat Kanada emas, bir g'arib birlashmasi bor-chu bu da'voda, Uyg'ur da'vosi. Shu qachonlar qarasangiz, Kanadadagi tashkilotlar, Amerikada tashkilotlar, Osiyo tashkilotlar va masalan Yevropa,
Angliya deymiz. Birlikte hareket kılatırıcı. Afsus bunun içinde hazır Türkiye yok. Şununla bizning til birlikimiz var. Anondan keyin Amerika ve Kanada yaqin bo'lgandan keyin Amerikadagi bo'lgan qonunlari bo'lsin, tashviqotlari bo'lsin, biz Kanadaga sunib va yoki Mehmet To'xta Efendi va boshqa tashkilotlar bo'lsa, bak, sening komshun, sening qo'shning Amerika va sening millatdishing Avstraliya, sening millatdishing Angliya, sizlarga yaqin bo'lgan Yevropa bundan qonunlarni, bundan yo'llarni, bundan Xitoy qarshi taqobil tura turib, sizlar asosiyatni o'qishingizlarmi bu safga qitilinglar deb bu osonroq bo'ldi-chu. Türkiye'ye nisbeten afsuski şu meyli ortada bo'lsin, Türkiye davani şu bölgede, şu rayonda en güçlük davani apminayotgan bir devlet. Lekin etrafta bunu qo'llaydigan, desteklaydigan devletler asosiyatdan yo'q. Shuningga bay degandek bu işte qarayman. Bay degandek emas, shu gapim misha tugaydi. Təşkilatlarning xalq bilan aloqa qurishda va rasmiy a'zo qabul qilib, muntazam tashkillanishda mag'lub bo'layotganini ko'ryapmiz. Buningga diqqat qildingizmi va nimalarni o'yladingiz? Tushunmadim. Açlaş bu atamda ben ondan nasıl küzütmedim. Çünkü şahsen teşkilatlarımız bağansırı küçüğüyotudu. İqtisodiyotdan bo'lsin, inson bu tashkilotlarimizga qitilib harakat qilishlaridan bo'lsin, buni nereden ko'ryapmiz? Buni chunki faqat Uyg'urlarga emas, hatto chet elliklarga, masalan, tashkilotlarimizga başvurup mush yoz mezgillarida internship deymiz, stajdekchu qitilib yordamchi bo'lib bu tashviqot bag'ansiri kuchayyotidi. İnsanlarımız jiqiyotidi. Bu yerda pasayish emas. Ben ondan nasıl kömürdün? Yuqurlab mingyotidi deb qarayapman. Men sizdan so'ray, bu nima deb bunday shaklda savol so'rab qoldingiz? Masalan, siz shuni nasıl kuzatdingizmi? Sizin fikringizni olib boqay. Siz shundan nasıl kuzatdingizmi? Bir pasaytish va yoki bir mag'lubiyatni nasıl kuzatdingizmi? Men endi Türkiye'de nurg'un dernek teşkilatlar var. Xalqni bir etrafıga yig'iblam umumiy xalq itiraf qilib mang'atgan teşkilatlar bek az şu. Mesela ma'rif qirnigina hozir xalq ning ishlarini qilib, xalqmo ishlarini ma'rif orqali hal qilib ketyotidi. Başka şu xalqqa xizmat qilman degan tashkilotlar atrofiga xalqni haqiqiy yig'adigan bir unumlik ishlari bo'lmayotidi deb faraz qilib baqdimchu. Türkiye'deki o içki işlerini pek bilip ketmeyim, lekin bana nisbeten mening kuzatganimda g'arbda bo'layotgan, mayli Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, Avstriya bo'lsin, xalqimiz qo'llab kelyotidi. Qanday yordamchi bo'lsam, $1 lazımmı, mashinamni beray, men shoferlik qilib beray degan nurg'un texmi uyushib, texmi yaxshi mingyapti deb qarayman. Belki de torun mesela internette veya ki Facebook'larda yazmalar veya ki 3-5 kişinin selbi göz qarashlarını yetkizgen bile xuddi bu dava çıkıp ketib qolgandek, bu tashkilotlarni qo'llamayotgandek bir tuyg'u berish mumkin, lekin amaliy reallik dunyoda unda bir ish yo'q. Çünkü ben bundan narsani ko'rmadim. Tamam, bu 3-5 kişinin ko'ziga, lekin albatta ta'sir qildi. O bu çöküp ketdi, palanı teşkilat degan bile, lekin unda çok bağansırı küçüyüp nurg'un devletler deymiz, birleşmeler deymiz, qo'llab degandek bağansırı chiqib qo'rqinchli holda küçüyüp ketib boramiz. Shuni deb qo'yay. Shunda bo'lishini arzu qilmizda, hamda mana surgunda hukumat bilan Cumhuriyetçiler Partisining
a'zolari qarasak chekinib ozla ketpagandek his qilib qoldik-chu. Shuningga lekin mening his qilganim bo'pmi to'g'ri sizlar his qilgansizlar shu Amerikadagi shu salihlar mengayotgan surgunkunda yaxshi ketib bordi. Sosyal medialarda ko'gil bo'ldi. Qolgan dunyodagi surgun hukumatlarni bir narsa deyamayman. İnşallah yaxshi bo'lib ketar. Albatta bay degandek amal bor biz chunki dushmanimiz Xitoy bo'lgandan keyin amal bor har qanday bir o'xshamaslik fikir o'xshamaslik bo'lgan taqdirdami amal bor birlashib turib ish qilsak amal bor ba'zi nurg'un yerlarda birlashamaymiz albatta lekin amal bor nada birlashalaymiz deb turibchi bu bo'lmasa bu tillash bo'lsin bu haqoratlar bo'lsin va yoki bu ayrimchilik hech kimga foydasi yo'q Xitoydan boshqacha. Ruslan qarindishim bir qarindishimiz bevosita telefon qilib savol so'rsam bo'lamdi debdiki. Yo'q, so'ramaydi. Albatta so'rg'i bo'ldi. Tamam. Eyvallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qarindishim. Siz kim? Yaxshimisiz? Yaxshi. Siz kim bo'lsangiz? Men Anqaradan Ikrom bo'laman. Xo'sh keldingiz qarindishim. Savolingiz bo'lsa so'rang. Mening shu o'qitish bilan munosabatli bir savolim borki, shu universitet bilan aloqasi bor, shu Kanadadagi universitetlar bilan aloqasi bor bir savolim borki. Xo'sh. Shu men 2,5 yil bo'ldi Kanadadagi bir maktabga iltimos qildi. Hozirgacha shu Anqaradagi shu konsuldan javob bermadi menga. Qayta xat yozdim. Neçə qatımlab xat hattoki jami 36 qatım xat yozdim men Dipopda o'zim qalamda qog'oz ustiga yozib nima qildim elxat adresiga yozdim elxat adresiga yozsammi hech bir javob qaytarmaydi odam javob qaytarmaydi robotlar javob qaytaradi necha qatim bor necha qatim mening adresimni yo telefon nomerimni iltimos qilgan nomerlarimning hammasini oldi. Ama biz en kısa vakitme işte telefon kayıtırımız, cevap kayıtırımız da beni red kıldım mı, red kılmadım mı ta hazır için imbolmadı. Bu cami ve bazı 2,5 yıl sözlük gitti. Ama muş doğruluk, muşu işki münasebetlik bir hal kılış usulü bağ mıdır, yok mudur bu kanda ve bunda şuda mentemaz kılan balla hazır Kanada'ya verip okuşunu bitirip geldi hazır. Yani sizlar intervyu kirib oldinglarmi? Anketlarni yo'qolib ketdi. Anket narsalarning hammasi intervyu to'g'ri toza yaxshi emas. Ben bir genel bir cevap vereyim. Çünkü her bir işlemden işi okşamaydı. Çünkü ben bu nurgun insanların işini qilib bergan ve özüm bu başvuran konsulxonaga normalda başvurup bopmu muloqot kirib bo'lgandan keyin o'zlarining bir nomerlari bo'ldi-chu, ne deymiz, inglizcha reference number deymiz. Şu normalda endi konsulxona bilan aloqa qilib turib palancayının palançkını cevap berganlar degantinglar depçi normal bir cevap keliş gerek onun da çu. Ananıkin bulada onun başka bulanın tor portalları barçu. Aşınında kırıp bu başvuruş ne tekşireleyimiz qaysi qadamda bo'lgan ne. Eğer iptal bo'lgan bo'lsa iptallıqını deydi-chu, apkes qilayotganni. Bunun da qo'shimcha hatta şu aloqa başvuran mektepke ularning mı bir sürüstüp qishini tavsiya qilaman. Lekin normalda bunchilik so'zilmasligi kerak, bir aniq bir javob apkes qilgan bo'lsa, ochiq apkes qilib bo'ldi deyish kerak-chu. Shuningga mushuncha ham javob bera olaman bu haqda. Kanadada mushundaq ishlarga yordam qila olgudek bizning tashkilotlarimiz bormi o'quvchilarning ishlariga? Ben bu haqda təfsili oxumaydı ekanman. Belki şu Kanadadaki təşkilatlar bevosita aloqalashib, musha ahvolni aniq yetkazsa,
Chunki men Kanadada turmayman. Kanadaga borgan, lekin u yerdagi tashkilot, u yerdagi sistemni bilmagandan lekin mush vaqtcha bir javob kelish kerak. Endi genel bir javob berdimda. Lekin tavsiyam shu, mayli Muşu vaqtgacha javob kelishi kerak. Ba'zi bolalarninki men bilan iltimos qilgan 30-40 ga yaqin bolalar var ekan, men bularning hammasini tunimayman, lekin arashtirdim. Men o'zim iltimos qilgan shu shirkatdan foydalanib, nima qilsam, 4 kundan keyin javobi kelgan bolalar var ekan. Anın 2-3 oygacha, hattoki 7-8 oygacha so'zilib ketgan bolalar var ekan. Ularning hammasiga olumlu javob kelibdi. Rad qilmabdi ularning hammasini, o'qish vizasini beribdi. Til o'rganish vizasi bu hamda. 6 oylikmi, 7 oylik shu collegedan nima o'qish nimasi izni berilgan shunda bir maktablar hamda meningki bunchalik so'zilib ketishining sababi nima, uni uqolmadim, men qat'iy nima qilamadim. Endi Kanada tarafdan bu aloqalashadigan hech qanday odam bo'lmag'achqa, men surishtirib qolamadim bularni. Biz siz konsulxona başvurgan çağda siz odul konsulxona başvurdunuzmu yoki bo'lmasa Turkiyada bir ancha-muncha o'ttirliqda rol o'ynaydigan bir shirkatlar bor. Shular bilan başvurdunuzmu? Şirket var. Asli o şirket sizi temsil etmesi lazım-chu. Ular nimdaydi mesela bu vaqtda? Ular endi bak so'zlib ketdingiz. Men burun elib Amerikaga bir qatim iltimos qilgan. Amerikada iltimos qilish jarayonida tunji qatim iltimos qilsam, rad degandim emasmi? Ashining ishi bilan so'zlib ketgan bo'lishi mumkin deydi. Tamam-da, uning ishi bilan so'zlib ketgan bo'lsa-mu, endi 2 yil, hattoki 2,5 yilga yaqin endi unchalik so'zilib ketmasligi mumkin deb o'yladim o'zim. Bu bize normalsizlikmi ya qanda ya mening bütün bilgilerimning hammasini bu konsol evetmidimi deb o'zim konsol bilan paranglish telefonimni qilib baqdim, hattoki elxatmi yozdim. Elxat yozsam sening bütün bilgilering bizga ulashdi deydi. Biz topshirib oldik, ammo sen yana bizning deganimizdek saqlagan deb ashundan imqotidir. Agar sizning bilgisi deymiz, kompüterni ichib agar narsangiz to'liq saqlab kelgan deganlar bo'lsa, demak saqlaydigan o'xshaysiz. Chunki normalda mencha unda ansirmang, bu bo'lmadi. Chunki eng yomoni shu iptal qildi, apkaz qildi. Lekin u yo'q, agar hozirgacha saqlagan deganlar bo'lsa, demak shu saqlaydigan o'xshaysiz. Lekin mencha abay degan shu vosita shirkat bilan aloqalashib turib yana afsuski bunda yaxshiroq javob beramadim, lekin mushta qilib turishingiz kerak o'xshaydi. Biz siz uchun duo qilamiz inshaalloh. Amin inshaalloh. Rahmat. Buldu. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Mushta bekchiq alındım. Hatta mushu Covid mezgildimi ba'zi qarindoshlarimiz chunki Covid mezgilda Amerikaning elchixonasi taqilib qoldi-chu Istanbulda. Shunga bu qarindoshlarimiz ishqa g'aribga bormadi deb arzu qilib mushu o'tir sharqqa berib başvurup viza olganlar bor, ololmaganlar bor. Ishqa afsus. Xayr, duo qilaylik. Amsa suhbatimizning to'liqlashga tegishli mazmunlar bo'lsa to'liqlab bilish bilan birga vaqt munosabati bilan suhbatimizni mushada oyoqlashtirsak bo'ldi. Arslan Hidoyat qarindishimizning qimmatli vaqtini sarf qilib bu programmaga qatnashib berganligi uchun rahmat aytish bilan birga bundan keyingi xizmatlarning utuqliq va g'alabalik bo'lishiga tilakdoshmiz. Ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat. Allohga omonat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh.